Agar kimdir shunday premium kачестводagi oboy, eng sifatli oboylar kerak bo'lsa, xohlang katalog orqali namliki 100% chidamli, sigaretisi ham alkamid deganlarimiz ozgina onda yirikroq valik bilan deb o'tgan vaqtimda iz qoldiradi-ku, shu teksturani beradi. Yine hozirgi ko'rsatgan muramirimiz guli однотонный ham shu edi. Gullari bor. Tanlab ham, tovarini ko'rib ham olishingiz mumkin. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun Asl Baraka YouTube kanalida sizlarga Zallux Premium magazinimizni obzorini aytib beramiz. Premium darajadagi obularni ko'rsatib o'tamiz bugun. O'zingiz ham kelib orqangizda shunday o'tirib tanlab olishlaringiz mumkin obularni. Ana bu oboy Turetskiy oboy bo'ladi. Turkiya. Biraz kataloglar bor. Endi yo'q, bormaka vaqtimiz yo'q, biz chet eldamiz, biz uzoqroqdamiz dedik bo'lsangizlar, sizlar uchun bu kanalda hamma narsa sharoit bor. Ya'ni ochamiz, bu yerda уже sertifikatlar bilan hamma narsalar bilan yana namliki 100% chidamli, sigaretisi ham alkamid deganlarimiz, har bir narsalar o'zida belgilanib o'tilgan. Katalogda rang bo'yicha kodlar berilgan. Dizaynlar, shu oboylarni sizlarga polniy obzorini ko'rsataman. Buni ishlab chiqishini. Bu mishkavina. Mishkavinaning ham ranglari ko'p. Mishkavina oboy отход chiqmaydi, stix bo'lmaydi. O'zingizga yoqqan rangni tanlab olishingiz mumkin. Kimdir korishniy, kimdir seriy yoqadi. Endi bundan keyingi oboyimiz chiroyli oboy. Bu teksturasi ozgina bir fon effektini berib biladigan tekstura bo'ladi. Bundan keyingisi ozgina onda yirikroq valik bilan deb o'tgan vaqtimda iz qoldiradi-ku, shu teksturani beradi. Shuni endi hamma rangidan bor beradi. Горчичный цвет. Горчичный цвет ham chiroyli bo'lib chiqadi. Bunda seriy цвет. Ana bunda shampan цвет. Bunda qaymoq bilan seriy bilan aralashgan. Shampan цвет do'kraqi. Aynan bu цвет lekin o'ta zo'r цвет. Qop-qora. Kodlar ham bor, hammasini yoqtirganlaringiz, xohlaganlaringiz kodi bor. Bu ham mishkavina ham kletka bo'ladi. Mishkavina ustidan kletka tushirilgan. Ranglari bor, xohlagan rangingizda. Seriy deysizlarmi? Izmrud цвет deysizlarmi? Temный siniy. Mana devordan ishlab chiqish. Masalan, bu devorda boshqacha, bu devorda boshqacha deb ishlangan. Keyin bu yerda bu narsa uzorli lekin salgina отходi bor. Ana bunda kroshka. Kroshkani iriroq. Bu цвет вообще необычный ranglik. Bular yopishgandan keyin effektni zo'r beradi. Yopishmayincha bular ozgina poluska bo'lib o'tgan. Bunda ranglari bor keyin. Qaymoq rang, bejviy rang, seriy rang, shampan rang. Aynan lambasini uzori dahshat chiqqan. Bunda yopishi, bunda ranglari. Ranglari ham boshqacha ishlangan. Bular Turetskiy oboy. Turkiya ofisialniy diler bo'lgan. Чистин Turetskiy oboylar. Shu uchun katalog bilan sotamiz. Bu yerda oz emas, vibr o'ta ko'p. Endi ana shu rangni mendan ko'p so'ranglar. Jinsiy oboy. Rangi ham boshqacha ishlangan. Bunda yana poluska. Mana. Buni ranglari ko'p. Bu iri. Bunda shu uzorni maydasi. Metalik rangini qaranglar. Va seriy rangi bor. Bularda matacento bo'ladi, lekin bularda blisk degan narsa option bo'lmaydi.
Bilezik umuman bo'lmaydi, bilezik ishlatilmaydi. Bular Eurostilda chiqqan aboylar. Hammasida bez bilezik bo'ladi. Haqiqiy shol xalta deyim bo'lib turadi aboylar. Bularda matviy bo'ladi. Aslida glyansiy bo'lmaydi. Glyansi bo'ladi, kam bo'ladi. Sveta qaranglar. Bunda glyans degan narsa ina shu. Ba'zi aslida bizga qarasak yo'q-ay, rangi matviy-ku deymiz. Lekin nisbatan orqalariga qaraganda eng yaltirab turadi, ona shu bo'ladi. Endi bu katalogimizni hozir ko'rsatdik-ku. Ana. Endi ozgina klassik narsa ko'rsatib o'tamiz. Hammasida o'zini sertifikati, qachon berilgan, novlar berilgan hammasi bor. Ana bu yerda. Kombinatsiya ishlatsangiz bo'ladi. Kombinatsiya. Mana. Kombinatsiya qarang. T och, usti boshqa rang. Ana. Ana. Polni kombinatsiya bilan chiqaradi ana. Ana. Baboya qarang. Temный синий. Har xil ranglari bor. Demak, klassik gullar. Bular matviy. Endi bularni kur katalogda ko'ramizmi desangizlar, yo'q, bu yerni o'zindan bor xohlasangiz, qarang. İlanni derisini tutgandan bo'lib ketdimay, voy. Haqiqiy ilonni derisini tutgandan qo'lingam boshqacha deydi. Shun har bir uzuvlari bo'rtib chiqib turibdi. Haqiqatan bo'rtgan. Mana qaranglar. Sveta qaranglar. Темный, зеленый цвет, темный, синий цвет. Qaranglar. Kolsa. Ovalniy bal ketavergan uzun. Endi bu ranglari bor-da, ovalniyniki. Endi har xil ranglari bor. Bu yerda ayni. Sariq ham bor kerak. Sariq svet. Bu yerda rang bo'yicha aynan gullar, har xil kombinatsiyalar. Bordoy svet. Shu bordoyni hozir gullam ko'rsatib o'tib ketaman. Gulam borman. Hoppa. Bunda endi o'ldirib, singdirib ishlangan gul bilan однотонныйlar kombinatsiyada chiqqan. Mana kombinatsiya. Mana. Yaprak и однотонный. Yaprak однотонный. Ana, klassika. Вот. Mayda shtampoviy gul и plus üstünde однотонный и o'ta mayda. Где-то bir 3 santi chiqadi guli. Mana ham sveti ko'p lekin. Oqi, qaymoqi, jemchuqi, serisi, liboy rangidan bor. Mana. Shuni mayda gul. Ya mayda chimanman deydi-ku, jimsimon deymi? O'zimiz tilda aytganda xorazmchalik jimsimonman deb bilsangiz, yana jimsi bu haqiqiy. Nima qaranglar. Mramor chisim dosh o'xshatib o'tdi. Nechun desa, umuman yaltiroq yo'q, haqiqiy matviy narsa, matviy gul. Endi bularni katalogdan emas, biz ozgina bir yoyib ko'rishimiz kerak desangizlar, tayyor turibdi, tayyor. E'tibor etinglar, polkalarda обязательно üstlarida yozilgan. Turayski, shu firma, shu narsanikilar shuda turibdi. Yana hozirgi ko'rsatgan mramorimni guli и однотонный ham shu yerda. Gullari bor. Однотонныйлari yapılması makarna. Ben Ermitaja girganman-da, Rossiyada. Shunda boylarni ko'rganimda, ishunda baytganda men aytdim, ko'p vaqt o'tsa, boylar shunday bo'ladi deb o'yladim. Yo'q, u o'zi shunday boy ekan. Temniy boylar urilganda bu yerda. Yana poloskalar. Yana ya marliya o'xshab chiqadi ona boylari.
Yine poloskelleri. Yine mişkaynalar. Yine açık mişkaynalar. Hemmesi turistik boylar. Yine ya tömlüğüne gülünü göstermezlere dayanım yine. Tömlüler adın bak. Haklasanız da tömlü. Hazır ne içindir bu boylarda, şu matuylarda tömlüler moda botturdu. Yani. Burada bizzat ilini 40 yılına itibaretinle şundap 40 yıladı. Eğer kimedir şimdi premium kачестводaki aboy, en sıfatlı aboylar gerekirse haklan katalog arkalı dizaynları, oyunda durgan resimleri neler bilen duruptu. Yok, özümüzdeki öyle stil, özümüzde haklarımızda, tellimizde sezle beyim alan. Yani kapkaranı bunda. Yani bunda hiç ömlü gülünü. Daşı iş kılıp hem mesela renkleri boyunca bak. Şimdi bir tane gülmeyine kapkara da sezle. Kızıl, bordo gül, fiyalet uyu, bunda yine sirin uyu, süttekisi, bunda ak süttekisi, bunda yine bej süttekisi, bunda yine sirin aç sütündeki. Hemesi bir kıl, misal. Kombinasiya işletemende sezlerden bir katarda tuttu, görüp alışlasın ki. Şimdi bulan özünü kombinasiyalardan bak haklasanız da imdat düşken. Getedi hemmesiniki. Özünde. Mınikem. Tellebem, tavarını görübem, alışsanız mümkün. Yok, katalog arkalı görübem alamanda sezde, bemal katalog arkalamana bir yandan gösterip verdim. Ulananan görüp alışsanız mümkün. Endi bir yerde naliçide bulanan görüp seylep alışsanızam, özeyiz bilesle. Yok, oturup seylimizde seyizle. Birinin numara, Zellux aboy dükkanı numara 66-66'nı yine ekranda kaldıramız. Birden Instagram badini, birden Telegram badini, ulanam pulni ülenip görüp oturuşlarız. Mümkün, remote'uz tamam bolinca kızıkalı nerseler. Ya remote'uzdan kiyinem, mesela aboylarını bir yere yırtılık koysan o buladı, bulaşık koysan çıkıyorladı. Şu nerselerden gösterip veremiz xuda kalası hemen nerseni. Şimdi bu narsalarda turistikini alışganımızda bizlere ne plus var diyecek bolsanızlar. Her kasının özünün yonalışı, özünün dizaynları başkaça buladı. Sebebi bu turistik aboy arkalardan dönmedi, yaldıramadı. Lakin matri bolup, yani özgeçe botturuşunu haklıdan klientler bolsa, bemal baboylarını tavsiye kılamiz. Sebebi bula girgan vaqtda o demidi, necha yillar davomida xizmat qiladi, o narsa bo'ladi. Oddilik o'zi o'lmaydi hech qachon. Oddilik narsani tushunchasi ko'p vaqt xizmat qiladi o narsa. Bemalol kelib bulardan ham so'rab olsangiz. Endi baboyni adresi nedir o'zizlarlik desangizlar, hozir sizlarga ko'chaga chiqib adreslarni tushuntirib o'tamiz. Zellux Premium aboy dükkanı aeroportdan gelaverişizde chap kolda, vokzaldan gelaverişizde 10 kolda bo'ladi. Точный orientir O'zbek Invest sug'urta kompaniyasi yanında Ugloy'dan ikkinchi magazin tepasida, eng tepada Zellux Premium yozilgan. Kirib kelaverishizda aboylar uyi yozilib, to'g'ri eshikdan kirgan vaqtida o'zi tavuslar nelar kutib oladi sizlarni. Tushundim bo'ladi. Bir de şunun videonu görüp alasılar. Girgenizde yani gözüken turistik aboylarımız tep tarafınızda buladı. Asa karındaşlar sağ salamet olunlar. En yaxşı aboylarını alaman deseniz de sizlerini Zellux kütemiz. Salamet olunlar.